Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede size gayıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Çislağa 2025 yıl 4. ayının 12. gün haftige şembe vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyeler mesela yani şu. Hazır tamoyni beci meselesi Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cungo oturusuzdaki şunun münasebetlik vakalar mesela. Yakından biri hazır oturuğa çıkan gap Amerika Koşmuş Ştatları bu katım tamoyni beci koyuş meselesini galiba kıldı. Cungo mağlup oldu. Söz ibarlarını özgertişe başladı. Hatta Cungo söhbet ötküzüşke teyyarlandı degan gaplar oturuğa çıktı. Yani bir taraftan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Cungo bilan suhbatlashadigan maqsadi yo'q yoki planimi yo'q deyildi. Yani bir taraftan Cungo'nun suhbat maydonini shar'iyligichilarmi bo'ldi? Yani inkar qilg'ichilarmi bo'ldi bu ko'z qarashlar. Yani siyosetchi tushuntirishlar hozir tor betida xilma-xil şekilde oturuğa çıkıvadı da vatandaş. Endi hazır Cungo'yla yana elişidigan bolsa, mesela hazır Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'ning qo'lida bir kart bor deydi. Yani bir kozir bor, nayati eg'ir kozir deydi bu kozir. Mesela Cungo'ning Amerikada bozorga chiqqan shirkatlari. Mesela Amerika'da bozorga chiqqan shirkatlar tarqatgan paychak bozori. Bu odat Xitoy tilida Jungaygo deb ataladi ekan. Bunun tercümesini topamadim. Ben Jungo'nun paychak bozori desangiz bo'ladi, shuni tushunsak bo'ladi. Bu prezident Donald Trump'ning qo'lidagi eng chong kozir. Agar bu kozirni o'ynaydigan bo'lsa, o halda Jungdan hayda başka imtiyazlıklar mesela Kompartiyanın yani başka imtiyazlıklar grupsi Reis Xi Jinping'nin karnıydım boğuşu mümkün. Ya ki sen taptın muşu işini, muşu balanı sen teridin. Hazır Jungaygo degende bunun mənisini mi kendisiniz? Amerika'da pazarga çıkan bu şirketler asas cihetten aytqanda imtiyazlıklarının ailesi için hizmet kıldığı şirketler olması gerek vatandaş. Özgen dedik o mesela Hu Chunhua degen adam hazır Reis Xi Jinping'nin ornuğa sekreter buluşqa teyyarlanıvatıdı ve teyyarlandı dedik. Şu vaxtı Hu Chunhua'nın bir cümle sözünü sizlerge yetkizdik mesela. Üçüncü evlat, ikinci evlat kızıl evlatlarının şirket ve mal bisatlarını setibeliş fakat her bir ailege birden şirketini kaldırış degen gap. Bu bir aşkarlaş vatandaşım. Demek Cungoluk imtiyazlı Komünistik Partiyanın emeldarlarının layakıtı toşkalları ve sen salahiyeti yetişidikallarının hemisi demek hazır birden şirketki ige. Bu şirketini ola özü kurup çıkan emez. Belki bu şirket kollektif ilgilikti yani devlet ilgilikti namda şundak atıladığın şirketle. Bu şirketle emniyeti muşu Cungo Kompartiyası yokur katliminin faydalanışıga şahsi namıda öz ailevi hususi namıda işletildiğin şirketler işgallik aşkarı oldu vatandaş. Agar şundak şirketler hazır Amerika'da pazarga çıkan bolsa, Jungaygo, yani Jungo payçak bozori deb atıladığan bolsa, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bu şirketlerini Amerika'dan qo'g'lab chiqardigan bolsa mana bala taştı. Jungo'nun imtiyazlıkla tabakası Xi Jinping'ni avar qiladi deydi. Bu söz, bu mavzu nima? Prezident Donald Trump bu kartını oynaydigan bolsa, Beijing siyasi hakimiyeti dedi ki imtiyazlıkla Xi Jinping bilen can tikip elişidir.
Mavzuda xabar 4-nji aynyň 12-nji güni Cüngoga nazar tor betide elan kılındı. Endi bu ýerde nime diýildi hazır? Xi Jinping tamojny uruşy kılmaýdygan boldy. Demek davamlaşdyryş we ýa-ki Amerika Goşma Ştatlary mançy miktarda, mançy derejede Cüngoga tamojny beji koydy we tamojny beji normasyny öwrületdi. Biz hem şunda koymaz. Mesela hazır Cüngo'nun koyğuna kaç %% yetti? 84%. Hazır onun 125% yetti. Amerika Goşma Ştatlary Cüngo'ga koygan tamojny beji 145%. Muş hatırlakta deme. Endi Cüngo'luklar hazır bu niyetli yandı deyli. Yani Xi Jinping tamojny uruşy kılmaýdygan boldy. Prezident Donald Trump hükümet kabineti küldü. Yani galba kıldık, Cüngo mağlup boldy diyen gep. Cüngo tamojny beji uruşydan çekinip çıkıdığanlygyny elan kıldı. Gonzişen torbeti 4-nji aynyň 12-nji güni ýutap. Xi Jinping mesela dank etip kaldı. Prezident Donald Trump, Prezident Vladimir Putin'den Xi Jinping'nin Moskovany ziyaret kılışını, red kılışını talep kıldı. Yukarı mavzu, koşumça mavzu, kısa haberler şekilde yetkizip atıp meseleler vatandaşlar. Cüngo'ga avarçılık yetip geldi. Tayvan galba kıldı. Cüngo iktisadi bütünlüğü tügeçti. Şavlı maliyesi bir yerde Tayvan galba kıldı degini. Ötkeni sizlerge ettik, Amerika Goşma Ştatlary tamojny beji elan kılganda Tayvan'ı şok atardı idi. Tayvan'a koyulgan tamojny beji 32% idi. Şundan keyin Tayvan'ın münasebetli organları Amerika Goşma Ştatlary'la sözleşip söhbetleşip bu tamojny bejini nöl noktaya düşürmekçi bolgan idi. Hazır bir yerde söhbetleşti, söhbetleşke ötti, şunun için Tayvan galba kıldı. Lekin ahirki neticesi nime bu toğırdak enek malumat yok vatandaş. Anda bir yerde biz hayran kaldığan bir gep. Biz ötkende sizlerge nime dedik? 5-nji aynyň 9-njy güni Ikinci Dünya uruşy galbysiniň ýa-ki Russiýa galbysiniň 80 ýyllygyny hatırlaşdyryn Moskwa Kızıl Meydanda ötküzülýän paradga katnaşydygan çet ellik mihmanlar içinde Reis Xi Jinping Moskwany ziyaret kıldy diýen edik. Hazır bir ýerde nime diýdi bu şeýetden rastlygyny endi keyin ýa-ki ylganlygyny keyin yazma şekilde kilemde kandak yazma makali şekilde ýa haber şeklinde. Prezident Donald Trump Xi Jinping'nin Moskwany ziyaret kılışını Prezident Vladimir Putin'nin red kılışını talep kıldı diýdi. Bu ketime endi siz manan garaň hem-de Prezident Donald Trump hükümeti galba kıldı. Cüngo Kompartiyasy boşap ketdi. Mavzuda habar 4-nji aynyň 13-nji güni Cüngoga nazar tor betide elan kılındı. Habar mundak başlandı. Prezident Donald Trump Cüngoga 104%lik tamojny beji koýup, yani 125 köpeytkendiň keyin atalmış Cüngo Kompartiyasynyň naziri ustazy dep atalgan Jin Sharong şu güni keşte makale elan kıldı. Acayip kelgini şu boldy ki, ýa-ki kızıkarlyk yetip kelgini şu boldy ki, bu bir parça makale Cüngo Kompartiyasynyň hakyky tägligini aşkarlap berip kalmasyn, belki objektiv jihatdy Cüngo Kompartiyasynyň acizligini Amerika Goşma Ştatlary hükümetiге görüstüp berdi. Jin Sharong'un bu bir parça makalesi tuyuksuzda yol başlıqçının rolini oynadı. Evvel bu Jin Sharong'u tanıştırayla vatandaş, bula akafka işkisi, birisi Jerong'dan, bu her bir septiki adam, şu yada faaliyet kılgan işkincisi Jin Sharong, bu ikisi Kompartiyanın naziriyetçisi. Növbette hazırmış halkara iklim meseleleri, siyaset meseleleri bulup bu Amerika Cüngo münasebeti de bu adam köp hallada akşam mutlak ahval diyseniz buldu. Bilgirlaydıgan adam.
Bula Amerikan tanqitlash jihatda hiliqi yer shari vaqt gazeti Xo'shijinga o'xshashda, tahriri Xo'shijinga o'xshashda bu odammi Jinsharung degan odammi Amerikan tanqid qiladigan odam. Azı-mızı söyleydigan, ceylaydigan odamlar. Endi bugun tuyuqsizdi bu. Mushundaq bir parcha maqol e'lon qildi. Bu e'lon qilgan bir parcha maqola qarab lazı chet elda obzorchilar va yoki YouTuberlar nima dedi desiniz, yo'l boshlig'ichi. Buning ma'nosi Amerikani jungoga boshlab kirgichi yoki Amerikaga yo'l ochib bergichi yoki yo'l tepib bergichi. Ondaqda ma'no nima? Ma'nosi Jungo Kompartiyasini bir taraf qilish uchun degdak. Amerika Qo'shma Shtatlariga yo'l boshlaydigan odam degan nomni berdi. Ya'ni Xitoylar o'zi, Xitoy obzorchilar deyilyaptilar. Buningdan bosh Jungo Savdo ministrligining tamojna beji urushiga javob qaytarishi mundaq bo'ldi ma'nosi. Bu qatimki elishda Amerika Qo'shma Shtatlari g'alaba qildi. Jungo Kompartiyasi bo'shab ketdi. 4-ayning 2-kuni, 4-ayning 4-kuni Jungo qaytarib tamojna beji e'lon qildi. 4-ayning 9-8-kuni, 7-kuni Prezident Donald Trump ogohlantirishmadi, o'ch olaman demadi dedi. 8-kuni o'tdi. 9-kuni Jungo Kompartiyasi yana aslab tamojna beji qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'ch olmoqchi bo'ldi. Endi mushu fursatda Muşu arlıqda hazır Jungo Kompartiyası boşab ketdi deydi. Məsələn deyil, 4-ayının 10-cu günü atalmış Jungo Amerika münasibeti mütəxəssisi. Başlayacaq Jungo Kompartiyasının nəziriyyətçisi. Jinsharung bir parça maqal e'lon qildi. Bu maqalning mavzusi nima desiniz? Prezident Donald Trumpning taklifi yo'q. Ya'ni asosi yo'q. Jungo Amerika ayrılıp ketish musofisini endi kayniga qaytirg'ili bo'lmaydi. Mavzuliq maqol e'lon qilib, maqolasida Jinsharung mundaq ko'rsatdi. Beijing vaqti bugun 4-ayning 10-kuni atdiganda Prezident Donald Trump Jungoga hassalab tamojna beji qo'ydi. Jinsharungning maqolasi Jungoga qo'yilgan tamojna beji 104%dan 125% ko'tarildi. Nuqul texnikalik tarafdan aytganda Prezident Donald Trumpning Jungoga tamojna beji qo'yishini nuqul texnikalik tarafdan kuzatsangiz deydi. 54% ko'tarilgan chaqda tamojna beji Amerika Jungo o'rtasidagi savdo köp jihatdan aytganda to'xtab qolgan edi. Ko'rdingizmi? Arlıqda qancha 32dan 34 54 ko'tarildi. 54 ko'tarilgan vaqtda deydi Jinsharung Amerika Jungo o'rtasida savdo to'xtab qolgan edi deydi. Hozirdan boshlab kelyapmiz, dengizni ketayotgan to'xtab qoldi, dengizni qachilangan pristanda to'xtab qoldi. Dengiz porti to'xtab qoldi. Qayerda bosgan bo'lsa, parxodga kemiga kartini yerine shu yerda to'xtab qoldi. Hozir suratlar xabarlarda hayron qolasiz. Kartini yerlab butun dunyoga ma'lum taraflar bo'lishi mumkin boshqa davlatlarga. Lekin hozir bu yerda Jinsharungning aytishicha 54%ga chiqqanda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qo'ygan tamojna beji shu vaqtda Jungo Amerika o'rtasida savdo to'xtab qolgan edi. Mutlaq ko'p sonli Jungo tovarlari hech qanday foyda yaratolmagani ishlab chiqarildi, kartini qachilandi, to'xtab qoldi. Shuning bilan kayniga yandi, ishlab chiqarishim to'xtab qoldi. Malbisot tayyorlash va zakaz degan mancha metr raq olaman, mancha metr yana qandaqdir bir narsa setib olaman deydigan planlar bo'ldi ekan, o zakaz. Falani davlatdan Jungoga zakaz ishlab chiqaradigan davlatga zakaz. Shularmi to'xtab qoldi. Jungo iqtisodi shularmi to'xtab qoldi. Bular to'xtab qolganda shu yerda ishlayotgan ishchilar qani deb bir savol qo'ygan vatandosh. Gapning o'zi mana shu yerda. To'xtab qolgani Jinsharung davatida 54% tamojna beji qo'yilganda Jungo Amerika savdosi to'xtab qolgan edi.
Prezident Donald Trump arkadınla 54%lik tamojni becini 104%lik tamojni beci kötedi. Şunda örlettiği kadem örlettiği vatandaş. 104%lik tamojni beci örletti. Endi Jinşarın neme deydi dikkat kılın. Bugün sizge tayyorlagan bu makalının en merkezi noktası, temisi, merkezi nokta mavzuğu bağlanıp kelgen mezmunu bir cümle söz dikkat vatandaş. 104%lik tamojni beci muhimi Cunguğa ruhi cihetten hücum kılışka ve siyasi cihetten hücum kılışka başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Donald Trump avvalida Cunguğa ruhi cihetten hücum kılışka, endilik siyasi cihetten hücum kılışka başladı. Növbette Prezident Donald Trump hükümetinin Cunguğa qaratqan soda siyaseti emdi o nokol iqtisad meselesiyle emas, belki geopolitiklik siyaset meselesiyle. Jinşar'ın yolbaşçı bu nazariyçi makale yazdı. Bu makalesi arkalık yol başlığı oldu. Yani Amerika'nın Cunguğa başlap kırgıcı adamga aylandı. Nazariyesi arkalık, makalesi arkalık. Bu kişi bugün Jinşar'ın nime deydi? Amerika Qo'shma Shtatlarının Cunguğa qaratqan yoki Prezident Trump hükümetinin Cunguğa qaratqan soda siyaseti emdi o nokol halda iqtisad siyaseti emas. Nokol halda iqtisad siyaseti emas, iqtisad meselesi emas, belki geopolitikalik siyaset meselesidir. Cunguğa nisbeten etkan geopolitikalik yani etrafındaki devletlerge qayaga qaytırıldı, qayaga çıkartıldı. Qayaga çıkartıldı, bunun tazminen haberim yok vatandaş. Bırak bir yerde geopolitikalik siyaset Cungug'un özünün devlet gövdesiga nisbeten etkandı bugünkü geopolitikalik mesele Tayvan meselesi, Uyg'uriston meselesi, Tibet meselesi, Hong Kong'da demokratiya meselesi. Uzundan beri sözlenip kelyapkan söhbetke koyulup kelyapkan meseleler. Ama Jinşar'ın bu yerge kelgende bir geopolitikalik mesele, bugünkü asaslığı iqtisad meselesi emas, onun kendi geopolitikalik mesele var degen Jinşar'ın bulanı qatar tizip çıkalmadı. Onun cüret kılanmagan gep. Vakti bek uçuk olup gidildi de gep, şundak mı? Çünkü şu etkandı mı ya ki başka matbuat, akbarat, haberdir şu etkandı bek uçuk olup gidildi. Bunu vatıra koyalmadı. Nokol iqtisadi siyaset meselesi emas, belki geopolitikalik meseledir. Demek bugün Amerika Qo'shma Shtatlari Cunguğa muşu ravishda muomala qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Cunguğa muşu mesele to'g'risida talab qo'yyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Cunguğa endilikli söhbet talay yillar ketdi. Ahirlashdi. Ahirgi chek, ahirgi vaqt, ahirgi nokta. Jinşar'ın demekçi bolğunu dalman muşu mesele vatandaşı. Mesela bunu endi qandaq solishdi de. Mana qarab turang hamda. Mubada Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatam tamojni beji qo'yishni boshlanish nuqtasi qilib Cumhuriyet Partiyasini sobiq Sovetlarning manga yo'li ko'nika tanga dastlatidigan bo'lsa, bu milyonlagan Cumhuriyetlarning umidi bo'lib qoladi. Sovetlar qaysi yo'lda bo'ldi? O'zingni tepib ol, o'shini tepib ol. Sen yaxshilik bilan yoki tabiiy holda bo'lsin, yoki majburlash shaklida bo'lsin, yoki talab shikoyat shaklida bo'lsin, Rossiya Sovetlar ittifoqi qaysi yo'lda mangan yakoni katang shu yo'lga tushib, shu yo'lda menishni tanlab olishing kerak deydigan bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlari, u chog'da bu milyonlagan odamlarning umidi bo'lib qoladi. Bu yerdeki milyonlagan adamlar ihtimal hazırda Tibet'te Uygurlar buraya kayırıp yaptırıp Cunguğ'un içki kısmındaki milyonlagan adamlar
Çünkü Kompartiyasının mı xuddi Sovet Kommunistik Partiyası oxşaş halak buluşunu, gumran buluşunu kütüvatkan cüngoluklar qartılgan buldu. Deydi bu milyonluğun cüngoluklarının ümidi bulup kalıdı. Tarih. Şunu ispatlap verdi ki Sovetler İttifakı siyasi hakimiyetinin aldırılışı iktisadi krizisten başlandı. İktisadi kriz cemiyet, ictimai krizini peyda kıldı. Bütün Sovetler sosyalistik cumhuriyetlerde intayın katlık narazılık peyda buldu. Şu çağda. Zor bir Türk'üm Sovet Bolşevistik Partisi azaları, Sovetler İttifakı her bir adamları, Sovet Komünistik Partiyasının birbirlep çekinişke başladı. Ve ki yen Sovetler hakimiyetinin ağdırılışı da halkılı kurul oyladı. Partiyadın çekinge herbiyle, partiyadın çekingen erbapla, ki yen Sovetler İttifakı, Sovetler siyasi hakimiyetinin ağdırılışı da halkılı kurul oynadı. Prezident Reagan devrinde Amerika Merkezi Ahbarat, İstihbarat İdaresi başlık bulgan William Casey, Sovetler bilen Amerika o'ttirısida elip beriladigan iqtisodiy kurashda intayin halkılı rol oynagan rahbar edi. Prezident Reagan davrida Merkezi için bu, yani Merkezi İstihbarat İdaresi'nin başlığı. Şu vaqtda Aksaray'ın alaqçısı bolgan David Wegg SMS'de mundaq ko'rsatdi. William Casey Merkezi İstihbarat İdaresi kirgen tunji yili nurg'un vaqt ajratib Sovetlar İttifaqı iqtisodining amaliy ahvolini egallagan edi. 1982 yili yazda Sovet İttifaqı iqtisodi to'g'risida ko'nglida son paydo qildi. Demek 1982 yılı kelgende avvalki yıllardaki tekşürüşünün neticesi sifatida William Casey'nin ko'nglida Sovet İttifaqı'nın şu vaqtki iqtisodiy ahvoli to'g'risida bir son paydo bo'ldi deydi. Mesela buningda ijobiylik tarafi qayerda, salbiy tarafi qayerda, foydalanishga bo'ladigan tarafi qayerda. İqtisod ve Komünistik Partiya Sovetning bu to'g'ridagi egallagan axborotning hammasi oxirgi hisobda Amerika Qo'shma Shtatlarining shu vaqtki Prezident Reagan hukumatining foydalanishiga berildi. William Casey mundaq ko'rsatgan. Sovetlar İttifaqı G'arb bilan bo'lgan savdo va G'arbning texnikasi orqali mavjud bo'lib tura oladi. G'arb bilan savdo qiladi Sovetlar İttifaqı bu iqtisodiy mavjudlik. İqtisod kerak bo'lgan texnika ve qurilish texnikalik iqtisod bo'lishi kerak. Bu texnikalik iqtisod shu vaqtda sobiq Sovetlarning mavjud bo'lib turishiga asos bo'lgandi. Provod toplaydigan birdan bir chorasi yuqori bahoda xomnefet savdosi qilish. Hozir Rossiyaning savdosi xomnefetga tayinladi. Şu vaqtda sobiq Sovetlarning savdosi xomnefetga tayinli, lekin baho yuqori, baho ustendi. Yuqori bahoda xomnefet savdosi qilish. Go'yo o'ylab yetilmaydigan bir taraf shuki, deydi. Agar biz, ya'ni Amerika qo'limizdagi ko'zlarni yaxshi o'ynaydigan bo'lsak, ular, ya'ni Rossiya tarmar bo'ladi. Shu vaqtda İstihbarat İdaresining boshlig'i William Casey chiqargan xulosasi, agar qo'limizdagi kartni Sovetlarning yoki Kommunistik Partiya rahbarligidagi Sovetlar iqtisodining kartini yaxshi o'ylaydigan bo'lsak, u vaqtda biz g'alaba qilamiz. Yoki Sovetlar tarmar bo'ladi deb xulosa chiqargan edi deydi. Tarix xuddi William Casey o'ylagandek oxirlashdi. Sovetlar tarixi William Casey o'ylagandek oxirlashdi. Sovet Bolşeviklar Partisi siyosiy hokimiyati shu chaqda chak-chakidan besilib ketdi. Navbatda xuddi shunga o'xshash bir pardalik siyosat maydoni Amerika bilan jungo o'ttirisida paydo bo'ldi.
Amerika bilan Jungo o'rtasida paydo bo'ldi. Son-sanoqsiz odamlar ko'nglining chunqur qatlamida shundoq umid qilyotdiki, xuddi shu vaqtdagi prezident Reagan'ga o'xshash bugun prezident Donald Trumpmi Jungo kompartiyasini tarixning axlat dövisiga tashlab etishini umid qilyotdi. Shu vaqtdagi tarixda yashag'uvchi odamlar Sovet Sotsialistik Cumhuriyetlar İttifaqı va uning Kommunistik partiyasining ag'darilishini qandoq umid qilgan bo'lsa va prezident Reagandan qandoq umid qilgan bo'lsa, bugun ham Jungo kompartiyasini tarixning axlat dövisiga tashlab etishni navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpdan umid qilyotdi. Bugün Prezident Donald Trump qattiq pozitsiya va qiyofatda o'tirg'i chiqib tamoyilni bejini 120%dan 145% ko'targan bir paytda Jungo kompartiyasi qattiq bo'lish degan so'zni olda qo'ya olmadi. Demak, 4-oyning 4-kuni darhol javob qaytarib 84%lik tamoyilni beji qo'ydi Amerika Qo'shma Shtatlariga deylar. Andan keyin 125%ga ko'tardi Amerika Qo'shma Shtatlari qo'yilgan tamoyilni bejini Jungo kompartiyasi deylar. Endi hozir qattiq bo'lish degan so'zni takrorlab kelayotgan Jungo kompartiyasi endi Amerikaga qattiq bo'lish degan so'zni oldiga elib chiqolmaydigan va eg'iziga chiqara olmaydigan bo'ldi edi. Balki suhbatni oldiga qo'ydi. Biz başlayımızda Jungo kompartiyasi o'zi xohlamaydi suhbatlashishni. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati xohlamaydi Jungo bilan suhbatlashishni dedik. Lekin hozir Jungo kompartiyasi suhbatni, lekin rangvozlik qilib o'ynab chiqayotgan suhbat degan so'zni ko'tarib chiqdi. Nazok o'zgarishdan oldi kayni tartibida Jungo kompartiyasining teshapal-pal ishg'alg'al haqiqiy qiyofati to'liq oshkorlandi. Nochilikmi oshkorlandi. Jungo kompartiyasining ojizligi bu oshkorlandi. Hammasi oshkorlandi. Amaliyoti Jungo kompartiyasi teshapal-pal ishg'alg'al bir partiya ekan to'xtaydi. Jungo kompartiyasining bu xil qiyofat ko'rsatishi yoki attıncısımı üzengiden düşmeydiğen kiyapatta qattiq bo'lish, oxirgacha elishish degandek so'zlarni qilib to'ysa-mu, amaliyotda Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida bo'shab ketishga tayyorlik qilishdi. Amaliyotda men o'zim shuna qarab, shuna deb keldim, sizlarga so'zlab keldim. Jungo hukumatini yoq degizish yomon qiyin. Agar Jungo hukumati yoq deyishga yetib kelgan chaqda, demak uning ma'qul deyishga tayyorlik qilayotgan vaqtida. Bu mening mintaqamdan. Hozir bu yer shu ko'rsatdi, o'zini kuchli ko'rsatib, ojizligini yo'shirish, amaliyotda yo'l qo'yishga, taslim bo'lishga tayyorlik qildi. Jungo Savdo Ministerligi bayonotchisining bir jumla so'zi bu nuqtani isbotlab berdi. Prezident Donald Trump Jungo qo'yilgan tamoyilni bejini 125% ko'targandan keyin Jungo Savdo Ministerligining bayonotchisi Yongchan 4-oyning 10-kuni mundaq ko'rsatdi. Suhbatga darvoza ochiq. Lekin suhbat o'zaro hurmat qilish asosida olib berilishi lozim. Bu bir jumla Jungo kompartiyasi partiyavilik so'z iboralarning ichida ma'nosi shundoq bo'ladi-ki, Xo'jaka, yaxshi so'zlashalaymiz. Bizgimi ozda yuz xatir qilib qo'ygan deganlikdir. Jungo kompartiyasi qattiqlik qilishdan aqmaydiganligini bilib,
Prezident Donald Trump hükümetinin aldı da boşap gitmez. Boşap ketişe başladı. Oylap yetmegen bir taraf şu oldu ki, Cungo Kompartiyası boşap gitimiz dedi, neticeni mi oldu? Netice, Amerika Qo'shma Shtatları butunlay g'alaba qildi. Şuna Aqsarayda hükümet amaldorlari bir yerda o'ltirib, bu muvaffaqiyatdan kuldi. Bundan keyingi taraqqiyot qanday bo'ladi? Bundan keyingi natijalar qanday bo'ladi? Alloh hammalarni salomat qilsin vatandoshlar. Hammamiz salomat bo'laylik. Mushu vaziyatning eng oxirgi natijasini ko'raylik. Tünügün sözlüdük. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Avam Palatası Tashqi Munosabatlar Komiteti Uyg'ur siyosat qonunini birdek ishga partiya a'zolari, mansub bir ishga partiyaning birdek ma'qulladi dedik. Biz shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga rahmat aytdik. Davlat Majlisiga rahmat aytdik. Vatandoshim, Aqsaray Prezident Donald Trump hükümet a'zolariga rahmat aytdik. Bu bir başlanış vatandoshim. Uyg'uriston to'g'risida ma'qullangan bu qonun loyiha bu bir başlanış. O'tgan yil 7-oyning 12-kuni Tibet to'g'risida shundoq ma'qullangan qonun loyiha bu bir başlanış vatandoshim. Ishlarning taraqqiyotini oldimizda ko'raylik vatandoshlar.